Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Biz o'tgan darsimizda hamza undoshi va ta'u marbuta mavzusi bilan tanishib o'tgan edik. Bugungi darsimiz taqdiriy alif, vov va ya harflari hamda vov va ya ko'rinishdagi alif harfi degan mavzu bo'ladi. Darsimiz davomida yozilmasida o'qiladigan taqdiriy 3 harf, mad sila as-sug'ro qoidasi, ya ko'rinishdagi alif, vov ko'rinishdagi alif, talaffuz qoidalari hamda o'qish uchun misollar ko'riladi. Bugungi mavzuyimiz o'zi yozib, qoidalar qilib tushuntiriladigan narsalar emas. Juda ham oson, oddiy, o'zimiz avval o'tgan narsalar, faqat mustahkamlash uchun ba'zi narsalarga e'tibor beriladigan jihatlari bor. Biz yuqorida taqdiriy 3 harf dedik. Taqdiriy deganda yozilmasada o'qiladigan harflar tushuniladi. Ya'ni taqdirda bor. Taqdirda bor degani bu tilning terminlaridan biri, ya'ni shunaqa istiloh bor tilda. Birinchi shu taqdiriy harflardan alif harfi. Demak, yozuvda alif harfi yozilmaydi, lekin o'qiladi. Bunaqa holat asosan madda bo'ladi. Masalan, mana yuqoridagi misolga e'tibor bersak, o'ng tomondagi so'z chap tomondagi so'z bilan bir xil, faqat chap tomonda tushuntirilgan holati. Biz mana bu lom ustidagi mana bunaqa tikka chiziqni tushuntirib o'tganmizki, mad belgisi deb. Ya'ni bu mad belgisi, cho'zish belgisi. Mana shu yerda lom harfining ustidagi harakat cho'zish belgisi bo'lganligi uchun biz harakatni o'shani cho'zib aytamiz, ya'ni a ni a deb cho'zamiz. Mana shu yerda alif harfi tushib ketgan, ya'ni taqdiriy bo'lgan. Shu yerda demak, lomdan keyin taqdiriy alif harfi bor, lekin u yozilmagan. Yozilmaganligi uchun bizga bildirish uchun mana bunaqa tikka chiziq qo'yilgan. Biz mana shu yerda xuddi go'yoki alif bordek, mana bu a ni cho'zib o'qiyveramiz. Mana qavs ichidagi so'zga e'tibor bersak, bunaqa ko'rinishda kelmaydi. Bu sizga tushuntirish uchun. Bu demak, mana lomdan keyin alif qo'yilgan va lomning ustida a bor, alifning ustida esa hech qanday harakat yo'q. Demak, mana bu yerdagi a cho'ziladi. Shunda bu ikkala so'z ham ilahun deb cho'zib o'qilishi kerak. Ya'ni lom cho'zib o'qilishi kerak. Mana shu narsa. Taqdiriy alif demak mana shu. Demak, so'zlarga e'tibor beramiz. Roh, manun deb o'qiladi. Mimning ustida tikka chiziq bo'ldimi, cho'zamiz. Alif bormi, yo'qmi e'tibor bermaymiz bu yerda. Alif tushib ketgan shunchaki. Roh, manun. Keyingisi qur, anun. Mana bu yerda ikkita alif yozilmagan, bitta alif yozilgan. O'sha alifning ustida mana bunaqa uzunchoq belgi qo'yilgan. Bu belgi ham cho'zishni ifodalaydigan belgilardan biri. Biz bu belgi haqida o'tgan darsda ham bir gapirib o'tgan bo'ldik. Agar bu belgi so'z boshida kelmasa, undan oldingi harakat cho'ziladi degan edik. E'tibor bersak, undan oldin bu yerda sukun turibdi. Bu yerda sukun turganligi uchun shuni o'zini cho'zib qo'yaveramiz. Shunda qur, anun bo'ladi. Mana bu cho'zib o'qiladi. Mana shu belgi bormi? Cho'zamiz, tamom. Keyingisi haza. Bu yerda ikkalasi ham cho'ziladi. Birinchisida tikka chiziq kelganligi va ikkinchisida a dan keyin alif kelganligi uchun. Ikkalasi ham bir xil narsa, bir xil cho'zilaveriladi. Keyingisi zalika. Zalika. Keyingisi haulai. Mana bu yerda ha cho'ziladi. Keyingi harfda esa hamza kelayotganligi uchun harakat aytiladi. Keyin esa lomning harakati cho'ziladi. Oxirida yana hamza kelganligi uchun harakat aytiladi. Haulai. Mana shunday. Mana bu yerda havulai qilib v qilib qo'ymaylik. Keyingisi lakin. Keyingi so'zda mana e'tibor bersak, mana bu chiziq so'zning boshida kelyapti. Demak, mana bu yerda a ni cho'zib aytishimiz kerak. Amanu. Amanu. Adamu. Adamu. Akharu. Akharu. Amanna. Bu yerda nunning ham harakat cho'ziladi, chunki alif kelyapti. Oxirini ya'ni cho'zamiz, boshini ham cho'zamiz. Amanna. Keyingisi ibrohim. Bu yerda roning harakat cho'ziladi, mad belgisi kelyapti, keyin ha ning ham harakat cho'ziladi. Ibrohim.
Keyingisi Ismail. Ismail. Ishaq. Ishaq. Demak, haning harakati cho'zilyapti, tikka chiziq kelganligi uchun. Juda ham oson. Qanaqadir narsalarni yodlab turib, bunaqa bo'lsa, bunaqa bo'ladi deb yodlash ham shart emas. Mana shu tikka chiziqni ko'rdikmi, cho'zib o'qiyveramiz, qayerda bo'lmasin. Yuqorida maddus silatus sug'ro degan narsani aytib o'tdik. Ya'ni shu bilan tanishamiz deb. O'sha qoida, ya'ni mad sila as-sug'ro qoidasi. Bu qoidaning nomini yodlashingiz shart emas, shunchaki ma'lumot sifatida aytyapmiz. Demak, bu qoidada h harfi kelib, mana bu eng yumshoq h harfi kelib, o'sha harf so'zning oxirida kelsa, ya'ni so'z oxirida kelyapti va o'sha harfdan oldingi harf harakatli bo'lsa agar, o'sha h harfining harakati cho'ziladi. Ya'ni mana bu misolga e'tibor bersak, mana bu yerda h harfi so'zning oxirida kelyapti. B, I, H, I. Mana bu harf sifatida oxirgi harf. Xo'p, undan oldingi harfning harakati bo'lsa dedik. Demak, mana bu h, undan oldingisi b. Demak, b ning harakati bor. To'g'ri kelyapti. Ha so'zning oxirida birinchidan, ikkinchidan undan oldingi harfning harakati bor. Bor demak, shunda mana shu h ning harakati cho'ziladi. Demak, mana bu i cho'ziladi. Shunda bihi deb cho'zilishi kerak. Mana qavs ichida ochilgan varianti bihi deb bu tushuntirish uchun keltirildi. Bu narsani qoida sifatida yodimizda tutishimiz kerak. Ya'ni mana shu gapni juda yodda tutmasak ham, Qur'onda mana bu yerda belgicha qo'yib, bunday buni cho'zish kerakligini eslatib o'tadi. Shu yerda o'sha belgini eslatib o'taman, aytib o'taman. Mana ko'pchiligimiz Qur'onni o'qishga harakat qilgan bo'lsa agar, mana bunaqa belgilar chiqadi masalan. Mana shu belgi cho'zishni ifodalaydi. O'zi bu belgi ham emas bu. Bu harf bu, ya harfi. Ozgina yoyiqroq yoziladi. Mana shu yerda mana bu ya ni qisqartirib, mana bunaqa qilib, kichkina qilib ajratib yoziladi. Mana bu yerda. Mana shunday shaklda. Mana shunaqa belgi kelsa, demak, undan oldin i kelgan bo'ladi. O'sha i ni cho'zishimiz kerak. Shunda bihi deb i cho'ziladi. Masalan, mana bu so'zda mana bu yerda belgi keladi. Qur'onda albatta keladi. Mana bunaqa belgi keladi. Shunda biz buni, ya'ni mana bu belgidan oldingi i ni cho'zamiz. Lekin qoida sifatida agar kelmagan taqdirda ham mana shu h dan oldingi harfning harakati bo'lganligi uchun h ni cho'zishimiz kerak. Shunda bi amrihi deb h ning harakati cho'ziladi. Demak, mana shu belgini yodimizda tutishimiz kerak. Mana shunaqa belgi masalan bu so'zda ham kelishi mumkin. Bi hukmihi deb h ning harakati cho'ziladi. Keyingisi bi qudratihi hazihi. Mana shunday. Umuman olganda, demak, mana shu belgini yodda tutamiz. Bu belgi mad belgisi i harakatidan keyin keladi. Shu belgi kelganda i harakatini cho'zamiz. Demak, bu o'zi belgi emas, bu harf, ya harfi. Ya harfi ajratilib kichkina qilib yozilyapti. Hozirgi qoidaning davomi, ya'ni h harfi so'z oxirida kelib, undan oldingi harfning harakati bo'lsa, h ning harakatini cho'zamiz. Mana bu yerda faqat u bilan misol ko'ryapmiz. Mana bu so'z demak lahu deb u cho'ziladi. Qavs ichida o'qilishi yozilgan, bunaqa holatda kelmaydi. Yuqorida i ni cho'zishni bildirish uchun belgi keladi dedik. Mana bu yerdagi u ni cho'zishni bildirish uchun ham belgi keladi. U belgi mana bu vov bo'ladi, faqat vov ajratilib, juda ham kichkina qilib pastdan yozib qo'yiladi. Mana shunaqa qilib kichkina vovcha yozib qo'yiladi. Shunaqa v kelsa, ya'ni vov kelsa harfning ostida, undan oldinda bomba kelgan bo'ladi. O'sha bombani cho'zamiz. Lahu deb cho'ziladi. Mana birinchi so'zga e'tibor bersak, bunda ham shu qoida, demak Qur'onda mana shu ha dan keyin kichkina vov kelgan bo'ladi. Mana bunday. Amruhu demak ha ning harakati cho'zilyapti. Keyingisi hukmuhu. Shu yerda demak ha cho'ziladi, undan oldingilarini cho'zib qo'ymaylik. Keyingisi qudratuhu maluhu. Mana shunday. Demak, yana bir bor aytaman, ha keladi va u so'zning oxirida bo'ladi. Undan oldingi harfning harakati bo'ladi. Shunda o'sha h ning harakati cho'ziladi. Bizga o'sha narsani cho'zish kerakligini
Qur'onda mana bunaqa vov bilan bildiriladi. Agar h harfi domma bilan kelgan bo'lsa, h harfi i bilan, kasra bilan kelgan bo'lsa, kichkina yacha qo'yadi. Mana shu juda ham oson. O'zi aslida bu vov yozilmasa ham o'qilyapti-da, ya'ni taqdirda kelgan vovning o'qilishi. Yozilmaydi, lekin o'qilishi. O'shanaqa so'zlar mana bunaqa turda ham kelishi mumkin. E'tibor bersak, da, vudi deb yozilganda, lekin mana shu yerdagi vovning harakati cho'zilishi kerak. Ya'ni mana bu o'rtada yana bitta vov bo'lgan, mad bo'lishi uchun, lekin tushib ketgan. Shu narsani bizga Qur'onda mana bunaqa kichkina vov qo'yib bildiradi. Mana shunday qilib. Shunda mana bu vovning harakati cho'ziladi. Davude deb cho'ziladi. Keyingisi to vus emas. Mana bu yerda vovning harakati cho'ziladi, chunki undan keyin mana bunaqa belgicha keladi albatta. Tovus. Keyingisi ham shunaqa. Ru us. Keyingisi yaqo rouna. Mana shunday. Demak, belgilarni yodda tutamiz. Qoidani yodda tutishimiz shart emas. Belgini yodda tutsak bo'ldi, o'sha belgi bilan o'qib ketaveramiz. Ya ko'rinishidagi alif. Ya'ni harfning ko'rinishi ya, lekin mohiyati alif. Umuman olganda alif ya ko'rinishda yoki vov ko'rinishda kelishi mumkin. Shunda alif harfi ya yoki vov ko'rinishlarida kelsa, odatda biror bir belgi bilan bildiriladi. Ya'ni ya kelib, vov kelib, biz shunchaki uni alif deb ketavermaymiz. O'sha yerda o'shani alif ekanligini bildiradigan qanaqadir belgi qo'yilgan bo'ladi albatta. Bo'lmasa boshlang'ich uchun juda qiyin bo'lib qoladi-da. O'sha belgi ya yoki vov ko'rinishdan oldin mad belgisi bo'lishi mumkin. Ya'ni alif ya ko'rinishda keldi yoki vov ko'rinishda keldi, undan oldin mad belgisi qo'yiladi, agar o'sha alif bo'lsa. Demak, agar ya harfi ko'rinishda kelganda, ya'ni alif ya harfi ko'rinishda kelsa agar, odatda ya harfining nuqtasi qo'yilmaydi. Mana misollar bilan ko'rsak tushunarli bo'ladi. Birinchi so'zga qarasak, mana i lom harfi va lomning ustida chiziq belgi bor. Ya'ni tikka chiziq bor. Bu cho'zishni ifodalar edi. Cho'zishni ifodalaganda ham a ni cho'zishni ifodalaydi. A deb cho'zishni ifodalaydi-da. Undan keyin ya kelyapti, biz bilgan ya, lekin buni nuqtasi yo'q birinchidan. Keyin undan oldin mad kelyapti. Demak, ya'ning nuqtasi yo'qligi va undan oldin mad kelayotganligi uchun biz buni alif deymiz. Bu alif. Shunchaki ya ko'rinishidagi alif. Shu yerda lomning harakati cho'ziladi. Ila deb cho'ziladi. Ilay deb ushlamaymiz. Bu ya emas. Keyingisida ham shunaqa. Ala. Biz buni alifligini, demak, nuqtasi yo'qligidan va lomning ustida cho'ziq belgi bo'lganligidan bilyapmiz. Agarda shu yerda ya'ning nuqtasi bo'lgan taqdirda ham mana bu yerda cho'zish bo'lganligi uchun biz buni ya ko'rinishidagi alif deyaverar edik. Keyingisi lada. Demak, dalning harakati cho'ziladi. Mata. Anna. Hatta. Shatta. Ta'ala. A'la. Musa. Bu yerda ikkita cho'zish bor. Vovdan oldingi uning cho'zilishi va mana bu ya ko'rinishidagi alifdan oldingi a ning cho'zilishi. Keyingisida ham shunaqa. Isa. E'tibor bersak, mana bu yerda ya dan oldin i kelyapti va shuning uchun mana bu ya deb o'qiyveriladi. Ya'ni bu yerda mad bo'lyapti. Mana bu yerda ya dan oldin a kelyapti. A kelganda ham cho'ziq a kelyapti. Cho'ziq a kelsa, demak mana bu ya ko'rinishidagi alif bo'ladi. Keyingisi Yahya. Murtado. Yatazakka. Fatardo. Mana shunday. Demak, belgi bilan bilib olyapmiz. Endi so'z orasida kelsa mana. E'tibor bersak, vovning ustida cho'ziq belgi turibdi, keyin ya harfi kelyapti. Lekin biz buni ya demaymiz. Nuqtasi bo'lsa ham ya demaymiz. Chunki undan oldin cho'ziq belgi turibdi. Agar bu ya bo'lganda edi, mana bu yerda cho'ziq belgisi bo'lmas edi. Shunda mana shu yerda vovning harakati cho'zib aytiladi, ya ushlanmaydi, chunki bu ya emas. Shunda savvaha deyiladi. Savvayha deyilmaydi. E'tiborliroq bo'lish kerak.
Bu narsa Qur'onda bor. Qur'onda biz chalg'ib ketmasligimiz uchun odatda yaning nuqtasini olib tashlaydi. Agar nuqtasi bo'lgan taqdirda ham biz mana bu cho'zishdan buni ya emasligini, balki alif ekanligini bilib olishimiz kerak. Keyingi misol ham shunaqa. Dassaha, dassayha emas. Dassaha ikkita cho'zish. Keyingisi ham zakkaha, fasawwaha, uqbaha. Mana shu. Demak, bu narsani ham bittagina mad belgisi bilan hal qilish mumkin ekan. Endi vov ko'rinishidagi alif, ya'ni alif o'zi alif, lekin vov ko'rinishida. Bunda ham yuqorida aytganimizdek, qanaqadir belgi bilan ifodalanadi. O'sha belgi mad belgisi bo'ladi. Ya'ni so'zda vov keladi, undan oldin mad belgisi kelgan bo'ladi. Mad belgisi ham cho'ziq a bo'lib keladi. Mana shu so'zda demak mana bu vov emas, bu alif harfidir. Shunda solatun deb o'qiladi. Solatun emas. Bu vov emas. Keyingisi zakatun. Keyingisi zakatun. Hayatun. Lekin bu narsalar Qur'onda alif bilan ham berilaveriladi odatda chalg'ib qolmasligimiz uchun. Umumiy qoidasi shu, boshlang'ichda baribir bu narsani bilib qo'yish kerak. Keyingi so'z g'odatun. Oxirgisi riba. Mana bu vov ko'rinishidagi alif, so'zning oxiridagi alif bu ortiqcha alif. Ya'ni shunaqa harflar ham keladi. So'zda ortiqcha bo'lib keladi. Odatda u narsani biz vovdan keyin, ya'ni vovning harakati bo'lmasa, undan keyin alif kelsa agar, alifning ham harakati bo'lmasa, o'sha alif ortiqcha bo'ladi deb umumiy qilib aytsak bo'ladi. Lekin aslida bunaqa gap yo'q. Men aytgan bo'lardimki, mana shu yerda vovning harakati yo'q va undan keyin alif kelyapti, alifning ham harakati yo'q. Biz shu yerda alifni o'qib bilmaymiz, vovni o'qib bilamiz, undan oldingi narsani mat qilib. Ya'ni buni mat qilsak, buni o'qigan bo'lamiz-da. Lekin mana bu alifni o'qishning imkoni yo'q. Imkoni yo'qmi? Demak, o'qimaslik kerak. Men shu narsani albatta qoida sifatida yozib qo'yishingizni tavsiya bergan bo'lardim. So'zda harfning o'qilishi imkonsiz bo'lsa, o'qilmaydi. Shunda bu so'z riba deb, mana bu ba'ning harakati cho'ziladi, xolos. Mana shu. E'tibor bersak, biz darsimizda 3 ta narsani o'tdik. Harfning ustiga mana bunaqa belgi kelishini, vaholanki biz buni avval ham o'tganmiz. Bunaqa belgi keldiki, cho'zib aytiladi. A deb cho'ziladi. Mana shu keldiki, undan keyin nima kelmasin, cho'zib aytaveramiz, ya'ni a ni cho'zaveramiz. Keyin harfning ostida pastki qismda ajratilib kichkina mana bunaqa belgi kelishini o'tdik. Mana shunda undan oldin i kelgan bo'ladi. Shunda biz mana bu i ni cho'zamiz. I deb cho'zamiz. Odatda bu mana bu yerda h bilan keladi. Shunda i deb cho'ziladi-da. Ya'ni bu so'zning oxiri bo'ladi. Shuni o'tdik. Yana biri esa xuddi shunaqa, faqat mana bu belgining o'rnida kichkina vov harfi edi. Ya'ni so'zning oxirida h, uning ustida u bo'ladi. U bo'ladi, keyin h dan keyin kichkina qilib pastda vovcha bo'ladi. Shunda mana bu u cho'ziladi. Hu deb cho'ziladi. Mana shu 3 ta narsani o'tdik darsimiz davomida. Mana shu narsani mana shundoq keltirib aytsam ham tushunarli bo'lar edi menimcha. Misol bilan ko'rdik, o'sha misollar mustahkamlash uchun. Juda ham oddiy. Belgini bilamiz, shu belgini yodda tutamiz, shu asosda o'qiyveramiz. Misollarni albatta ko'proq o'qishimiz kerak, mustahkamlashga harakat qilishimiz kerak, tushunarsiz joylarini albatta so'raymiz. Bu darsimizning oxiri edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Salomat bo'ling.